1971-yilda bitta olim menga bitta qush beringlar yoki kaptar beringlar, men unga qimorni o'rgataman va uni qimorbozga aylantiraman dedi va buni uddasidan chiqdi. Oddiygina bitta qushni qimorbozga aylantirish mumkin bo'lsa, inson, men yoki sizni ongingiz nega qimor o'yinlariga qiziqmasligi kerak? Bilganingizdek, bugungi videoda siz bilan biror bir kasb haqida gaplashmaymiz. Balkim millionlab insonlarni hayotini barbod qilib, hayotini umuman izdan chiqarib yuborayotgan va shu bilan birgalikda bor yo'g'ini undirib yuborayotgan qimor haqida gaplashamiz. Har bitta qimorboz o'zi umuman olganda bu o'yinni oxiri nima bilan tugashini, bor yo'g'ini shunga yutqazish mumkinligini va shu bilan birgalikda qanaqa oqibatlarga olib borishini juda ham yaxshi biladi. Lekin baribir shu qimor o'yinlarini o'ynaveradi. Nega? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki javob sizni hayratlantirishi yoki bo'lmasa o'zingiz haqingizda o'ylashga majbur qilishi ham mumkin. Ushbu olim 1971-yilda o'zining Skinnerning Utopiyasi nomli tadqiqotida shunday degan edi. Kaptarni tugma bosishga o'rgatish mumkin, lekin agar tugma har safar emas, balki tasodifiy vaqtlarda ovqat bersa, kaptar tugmani to'xtovsiz bosaverishga tushib qoladi. Bu hodisa o'zgaruvchan nisbat sxemasi deb ham ataladi. Va aynan shu tamoyil asosida barcha stol mashinalari, ruletka va kazino o'yinlari qurilgan. Aynan shuning uchun ham insonlar o'zi qachon yutuq olishini bilmasa-da, lekin tugmani bosaveradi va natijada o'zining bor budidan ayriladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Kaliforniya universiteti tadqiqotchisi Dr. Clark o'z jamoasi bilan birgalikda ashaddiy qimorbozlar ustidan tadqiqot o'tkazadi va shu ma'lum bo'ladiki, ashaddiy qimorbozlar miyasi oddiy odamlarnikiga nisbatan biroz boshqacha ishlaydi. Ular yutsa ham, yutqizsa ham oddiy odamlarga nisbatan juda ham baland reaksiya berishadi. Bu insonlarning zaifligi emas, balki haqiqiy miyadagi neurologik o'zgarish hisoblanadi. Yana bir sabab bor. Bu boshqaruv illyuziyasi. Odam agar zarni, ya'ni qimor o'ynaydigan toshlarni o'zi tashaganda yoki kartani o'zi tanlaganda, u xuddi natijaga ta'sir qila oladigandek his qiladi o'zini. Aslida esa bu sof tasodif hisoblanadi. Lekin miya bunga ishonmaydi va bu bilan birga yo'qotilgan xarajatlar tuzog'i ishga tushadi. Men allaqachon shuncha pul sarfladim, endi to'xtasam, hammasi behuda ketadi va bor yo'g'imdan ayrilaman. Undan ko'ra yana o'ynab, o'sha ketkazgan pullarimni ham ishlab yutib olaman degan tushuncha bilan o'yinni davom ettiraverishadi. Yana ayrim ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, qimorbozlarning miyasida noradrenalin gormoni, ya'ni stress va hayajonlar paytida ajraladigan moddalar oddiy odamlarnikiga nisbatan pastroq bo'ladi va ular aynan mana shu qimor orqali shu gormonni to'ldirishga harakat qilishadi. Bu holatda juda ham qiziqarli yana bitta tomoni shundaki, agar siz yoki boshqa bir odam juda ham katta pul mukofoti yutib oladigan bo'lsa, miyaga juda katta signal ketadi. Ya'ni his-hayajon ko'payadi, o'zingizni yo'qotib qo'yasiz, juda ham xursand bo'lib ketasiz. Qimorbozlar ham xuddi shunaqa va eng yomon tomoni, xuddi narkotik qabul qilgandek miyadagi o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni siz agar narkotik biror bir mahsulotlarni qabul qilsangiz, miyangizda bo'ladigan o'zgarishlar xuddi katta pul yutganda ham bir xil o'zgarishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham qimorbozlar o'zini pulini bor yo'g'ini yutqazib qo'yadigan bo'lsa ham, o'sha emotsiyani, o'sha holatga yana tushishni va o'sha xursandchilikni xohlashadi. Shu sababli ham yana va yana qimor o'ynashda davom etaverishadi. Demak, odamlar yutqazishni bilib turib ham o'ynashda davom etaverishning sababi ular ahmoq bo'lgani uchun emas, balki million yillik evolyutsiya davomida shakllangan miya tuzilishi, tasodifiy mukofotlarga bo'lgan tabiiy zaiflik va sanoat sifatida shu zaiflikni chuqur o'rgangan tizim o'rtasidagi kurash hisoblanadi. Kazino dizaynerlari psixologlar bilan yillar davomida ishlab, aynan sizning miyangiz qanday ishlashini bilib, o'sha bilim asosida har bir chiroq, har bir tovush va har bir deyarli yutuqlarni ataylab loyihalashtirishadi. Bu tasodif emas, balki ilm-fandir. Xo'sh, sizningcha bu inson irodasi zaifligidan bo'ladimi yoki har bir insonni bu tuzoqqa ilinish ehtimoli bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta siz yozgan izoh o'ylaymanki boshqa bir inson uchun albatta foydali bo'ladi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, o'ylaymanki siz uchun albatta qiziqarli bo'ldi. Shunday ekan, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosib ketishni unutmang.